Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bugun Agrobank Narpay filiali bilan bank mijozlari o'rtasida uchrashuv o'tkazilishi belgilangan. Bundan asosiy maqsad tadbirkorlik qilish istagi bor fuqarolarga tadbirkorlikni boshlash uchun yordam berish, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotgan mijozlarga tadbirkorlikni kengaytirish uchun kreditlar ajratish va yangi ish o'rinlari yaratish orqali tumanimizdagi ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikka yo'naltirish, daromadini oshirish asosiy vazifa qilib belgilab olganmiz. Bizda hozirgi kunda aholini tadbirkorlikka jalb qilish, tadbirkorlarni biznesini rivojlantirish uchun bir qator bank mahsulotlari mavjud. Bu mahsulotlarni sizlarga tushuntirib o'tamiz. Jumladan, Binskka birinchi qadam kreditimiz. Lider tadbirkorlar uchun lider tadbirkor yo'nalishidagi kreditlar. 212-sonli asosida qarorga ajratilgan kreditlarimiz mavjud. Ushbu kreditlar bo'yicha o'zlaringizda qiziqtirgan savollaringizni javob berishlaringiz mumkin. Bunda qanaqa bir tadbirkorlik qilish maqsadida qanaqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Marhamat. Mavlono Qizlarxon Umid Turlanov biznesga ko'mak loyihasi bo'yicha kredit so'raganman. Biznesga birinchi qadam kreditimiz bo'yicha 12 milliongacha bo'lgan kreditlarimiz mavjud. Bu uchun siz bankka o'z bank qilgan holatda shu bilan birgalikda uchinchi shaxs yaxligi yoki sug'urta polizini taqdim qilgan holda kredit olishingiz mumkin.